Eng zo'r paroda, semental paroda deganlar bir like bosib qo'yamiz, videoni oxirigacha ko'ramiz. O'zbekistonda chorvachilik bilan shug'ullanadigan aholini 100% deb oladigan bo'lsak, shulardan 90% dan yuqorisi semental boqishadi. Semental ham go'sht uchun, ham sut uchun, ham urug' uchun eng zo'r parodalardan biri bo'ladi. Bu videoni ko'radigan har bir kishi o'zini fikrini kommentariyada bildirib ketsin. Siz uchun eng zo'r paroda qaysi birisi? Top 5 talikda aytadigan bo'lsak, semental, Greenford, Shved, Chorniy Pyostri, Местный paroda. Top 5 likdan eng zo'rini siz qaysi deb bilasiz? Menimcha, meni o'zim shaxsiy fikrim, bularda ichida eng zo'ri baribir shu semental paroda. Eng zo'r, eng talabi kuchli, eng sotuvda ham zo'ri semental. Gapimga qo'shiladiganlar bormi? Rossiyada ham hozirgi kunda eng populyarni topiladigan, qiynalmasdan topadigan paroda semental paroda. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga inshaalloh xudo xolasa semental, Greenford, itakdagi barcha parodalarni yig'ib xolasanglar bitta fermadan, xolasanglar Plem zavoddan dokumentlarga yordam qilgan holda yuborishga yordam beramiz. Aloqa faqat WhatsApp orqali yoki прямой звонок qilasizlar. Rossiyada WhatsApp ham yaqin kunlarda вообще 0 ishlamay qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun прямой звонок qilinglar bemalol. Eng zo'r paroda siz uchun qaysi birisi? Yozib qoldiring.